Birinci qism. Әтегенден beri aldırışlığım əmdi besiqqandek bolup, azıraq dedim. Maşinini yolun çetiga tatıp, bir tal tamak çekişik tutundum. Bu bir tal tamaka әтегенден beri charchagan ervamga azıraq bolsumu aramlıq berivatqandek edi. Şunu özümni yengiletmekçi bolgandek tamakini bağ küçüm bilen şorumakta edim. Hayal ötmeyla beşim vıngıdı qıyıp, maşında birdem olturup kaldım. Tosattan maşın derisi çekildi. Kimdi o dep beşimni kötürüp qaradım. Qarsam xili çoğun bir ayal işikende qarap turuptu. Mağa bir gepi boz gerek. Maşını aynikin düşürdüm. Balam, mağa bir yardım qılsanız boptu eken. Men eti veren degandek beşimni lыңşitdim. Qızımның toğutu yıqılışıp qalğandı. Bugün faqat bo'lamay qaldı. Şoňa doktorxanaga apırıp qoygan bolsanız. Yolga chiqib xeyli saqladım. Birä maşina ötmedi. Qarsam siz bu yerda tursiz. Şoňa yardım qilam eken dep kelişim. Ha, uyuңuz muşu atrapdymı aça? Çıqma, ondaq bolsa tezroq maňayly. Nimamı deydim? Anam demetik bir ayal maňa yalurgandek gep qılıbassa. O ayalның yol başışı bilen bir neçe minutla öýba koçuğa qayrıldık. Toxta, bu koça həcib bir tunuşqu. Bir vaqtlarda kelgende qilmay ya. Qaçın kelgen boğuytam. Koçuğa qayrılışımgıla kallamda çaqmaq çaqqandek şu suallar kep qaldı. Yiliqi ayal toxtumay ыңıravatqan qızını maşinaga chiqirish bilan avara edi. Şoňa o xiyallarimni yo'g'ishtirib turdim. Birdam hapilishib qizni mashinaga joylashtirib olgandan keyin mashinamni qo'zg'adim. Acha, qaysi doktorxonaga ep boramiz? Şäherlik doktorxanaga ep baraly, şu yer yaqinroq. Ma'qul acha. Siz özünüz yalğızlı ep baramsiz? Başqalar yo'qmi? Dedim men ayalның yalğızlı maşinaga chiqqanini ko'rib. Yo'q balam, haydavering. Maşinni şäherlik xalq doktorxonasiga nishonlab haydab ketdim. Qo'lim rolda. Ko'zim pat-pat to'xtamay ыңıravatqan yiriqi qizda. Vay, nimandaq azap chekadigan-to. Belkim çoğunlar deydigan tolgaq yeyiş degan şu boz gerek. Biz erler mengü ayallarning tolgaq azabını bilip ketmeymizdi. Men şularni o'ylagaç, maşinning ko'rish aynigidan qizg'i sep saldım. Qizning chiroyi tatırıp, chachlari chuvilib ketgan bo'lib, ko'zlarini yumog'a edi. Men o'zimni bilmasdilla orqamga burilib, qizga qarab selishim. Qizmo yumilgan ko'zlarini ichishdan kelib, ko'zlarimiz uchirishib, şu aman yürüküm qattiq qıp qaldı. Qız maňa läppide qarapla yana ko'zni yumib oldi. Belkim öz hali bilan qag'ashqa boshqa ishlarni o'ylashga hapsili bo'lmasa kerak. Lekin men undaq emas edim. Har qancha bo'lsa yurak tonuydi. Şumudu. Hey hayat, qismatlaring qiziq a. Bugun mushundaq uchrashib qoldik desa. Umu meni toniganmidi? Cho'qim tanidi. Chiroyim bir xil o'zgarib ketdi. Davomliq uni bir uchirtib qilishni o'ylaydim-yu. Hozirgi holati bilan bilishga qiziqdim. Lekin bundaq sharoitda, bundaq ahvolda uchirtib qilishni o'ylab boqmabdi ekanman. Bayatilla u ishkalligini bilgan bo'lsam, hergizmi mashinaga chiqamas ekanman. Nima bo'lsang bo'ladi deb tashlab qo'ymasmidim dedim. Boshda shundoq deb bo'lib, darhol niyatimda yenib oldim. Unda qilsam, onunla uchisha olaytimmi? Bu holatni ishkalligini o'ylab yetalaytimmi? Bo'pti. Bumi bir qismat emasmi? Ko'rib boqay.
Doktorxana oldiga kelib, ikkilanni tushirib qo'yibli maqmoqchi bo'lib tamshilib turishimga uningga qarab saldim. U mashinadan tushgan joyida yiqilib tushgan edi. Balkim hushidan ketgan bo'lsa kerak. Bugun uni tuyuqsiz uchirtib, shuni his qildimki, og'zimda uningdan ranjiganim bilan yuragimning bir yerlari uning uchun so'qadigan emasmi? Uni shu bechara holda tashlab qo'yib ketkim kelmadi. Mashinani apchilgini bir o'ringa to'xtatib, uning yeniga keldimda, uni yudib doktorxonaga olib kirdim. Tug'ut bilimi ta'limning ta'tirsicha 8-qavatda edi. Tug'utliq ayol nima degan egri bo'ladi? 8-qavatga garchi lift chiqqan bo'lsam-mu, o'g'il baldachiligimda chidab, olib chiqib ketdim. Uni karavotda yotqizayotganimda qulog'imga yengil "Rahmat sizga" degan ovoz anglandi. Umu meni tunibdi, ha? Demasa necha yillik bilan o'tgan tursak. Uni tunimagan ko'zlarning ko'ziga yog'och tiqvasak bo'lar. Uni tug'ut uyga olib kirib ketishiga maqmoqchi bo'lib turatdim. Xushchiroy bir doktor bir varaq qog'ozni ko'tarib oldimga keldi. Siz bu ayolning yo'ldoshi bo'lamsiz? Ayolingizning bosh suyi yerilib ketibdi. Vaqtida deb kelmabsizlar. Vaqt o'tib ketibdi. Balaning hayotiga xavf yetishi mumkin. Shunga buning bir imzo qo'yayotgan bo'lsangiz bo'pti-ekan. Meni balaning dadisi deb o'ylab qopti-da. Bundaq muhim bir narsaga men imzo qo'ya olaytimmi? Men bir narsa deydigicha uning onasi yenimga kelibla meni bu g'amdan qutuldirdi. İmzani qo'yib bo'lib turishiga yana biri kelib, yotoqda yetish rasmiyatlarini bejirib, pul to'lab etishimizni uqtirdi. Bola, bugun sizni pek avvar qilyaptim. Xapo bo'lmay bu pulni pastga tushib to'layotgan bo'lsangiz bo'pti-ekan. Men qizimning yenidiroq turay, bir ish bo'p qolmasin. Qilgan yaxshiligingizni unutib qolmayman, bola. Gap qilmay, pulni ilib to'ligili maqdim. Pulni to'lab bo'libla to'lagan talonni u ayolning qo'liga tutqizib ketib qoldi. Bu yerda yana birdam tursam, rostili balning dadisi bo'lib qolmay, ishtikira ketib olay. Yo'lda ketib etibmi, bayam yuz bergan ishlarni o'ylab chiqdim. Qismat degan ajab bir a. 7-8 yillardan beri ko'rishmagan edik. Men davomli bir ko'rishni orzu qiladigan, davomli simasini izlaydigan qiz shu a. 8 yildan beri bir shaharda turibmi, shuncha izlasam tepilmay turibdi. Bugun tasodifiy ko'rishib qoldik. Bir turib ochig'im keladi. Shu vaqtda meni yaratmagan onasi bugun balam deb yalurgandek gaplarni qilib yuriydi. Aynurcho, umu meni tuni deb olmasa, taksi haydaydi deb meni yaratmaganda bugünkidek men haydagan taksida o'tirib qolishni o'ylamagan bo'g'aymidi ya. Ahvoldan qaraganda Aynurmi to'y qildi-da. Undaq bo'lsa uning yo'ldoshi-chi. Mushundaq zarur vaqtda uni yendi bo'lmabdi. O'zim mashina haydayotganim bilan kallamni nurg'un chigi savollar qaplab ketgan edi. To'satdan telefonimning sayrishi bilan bu savollarning oyog'ini uzdi. Telefonni Havogul urgan edi. Vay, yaxshimi gulim? Yaxshi, o'zingiz-chi? Atgandan beri undidardi gap qilsam javobni qaytarmaysiz. Xafa bo'lib qoldim jumuman. Vay, xapomig'ina jinim. Shu kiratatime deb aldirashchilikda telefon qarayamaptiman. Vay, menga yolg'onchi. Necha soatgacha bir qaytim telefonga qarayamadim degan gapga ishonmayman jumuman. Voy, rostayman. Uzun yo'lga kira chiqib qolgan. Shu yerga berib kelguncha telefonimga qarayamaptiman. Ha, deb turay. Tomoq yedingizmi? Yedim. Jinim, mening g'amimni bek yeysan juma. Amaliyotda boydan beriqi ishlar bilan bo'lib qilib, tomoq yeyishni unutib qolgan edim. G'amingizni men yemasam kim yeydi? Jahonda siz birli mening tursingiz. Ojon, og'zining tatliqligini.
Vay, ağzım davamlıq tatlıqı mening. Əmdi bilvatamsiz? Bilgili xeli uzun zamanla bo'lib ketdi, jinim. Ma'qul, əmsi kechda görüşəyli, ha? Ha, ma'qul. Kesh, hujramda bayaqi Aynurni tuyuqsiz uchirtib qolgandan keyingi xiyollarimning davomini eslamoqda edim. So'zlab kelsam, bu bir uzun hikoya. Men sal cho'ng bo'lib, aqlimni tepayotgan vaqtlarimda shahrimizda chashni gadangacha qo'yib, nada o'yin tomosha bo'lsa, shu yerdan qolmaydigan Nurali Kala, Aqtam Cho'naq laqamli bir nechisi bor edi. Kichiklik bo'lsa kerak. Men shulardek bo'lishni orzu qilgan ularning havaskori edim. Kishi nimaga havas qilib harakat qilsa, shuningga erishamdi. Men o'yin tomoshaga havas qilg'ashqa, kichikimdala o'yinga boshlab kirib ketdim. Onundan keyin taksi haydash jarayonida har kuni pek ko'p kishilarni ko'rdigan, jiq ishlarni uchiradigan gapgan. Bu tomosha ko'chisi meni kichiklik turib pishiribdi. Lekin o'yin tomoshachi bo'lsaqmi, o'zimizga tushlik yo'limiz bor edi. Mardlik bilan yashaydik. Xumsiliq tigi-paslikdan yerginatdik. Bu ko'chaga baldırlı kirib olg'ashqa, ota-onamni o'ylab qo'ysam o'ngishilib qolar deb, kichiklar o'ylab qo'yishimning g'amiga tushgan edi. Afsus, mushu o'ylab qo'yish sabablik hayotimga bir qarchakit urildi. O'zim tomosha ko'chasida o'ynab yurganim bilan qiz balaga kelganda oncha vola suyuq emas edim. Yaxshi ko'rdiganim shu Aynur bir edi. Aynurmo meni chin dildan yaxshi ko'ratdi. Har ikkalamiz bir-birimizni yaxshi ko'rgandikin deb, men jiq o'ylab ketmay, yeshim to'y qilish ishiga yetgan hamonla uning uyiga onamni elchi qilib kirgizibdiman. Ko'nglimda mush ishlar o'ngishli bo'lsa, bir oy ichida Aynur bilan to'yim bo'ladi deb ham xiyollarni surib ketibdiman. Ishlar dal xiyollarimning aksicha bo'lib, o'shqim cho'chishdi. Onam shu kuni nihoyat xafa bo'lib qaytib keldi. Voy nomusum. Nemishqim yuzimni polada qilib, xalqning uyiga qiz so'rab bora o'g'aydim men. Shiralijon balam, senmi shu soyangga ishinib qaptikansan-da? Voy, ana, nim bo'ldi? G'ayretli gap qilib yurysizmi? Men tushangidek gap qila. Tushangidek gap qilamdim balam. Sen-chu, tog'dek ishinib olaman degan qiz balang. Men uningdek taksichiga tegmayman deydi. Beqib cho'nqagan ota-onasimi bor-ku? Biz qizimizning kiyligini o'ylashmasak bo'lmaydi. O'yin tomosasidan neri bo'lmaydigan bolaga qizimizni bersak baxtli bo'lmaydi. Xapolmag'aysizlar deb o'zir xoliq qo'yib, uzitib qo'ydi emasmi bizni? Bu gaplarni anglab, o'zim elib borgan tonish dushmanlarning oldida men yerga chirib ketgudek bo'ldim jumaman. Senmi o'zingni dangsab beqib bir nim demabdikansan ya bolam? Ana, men ko'sib qo'ygan uyga kirganman ya. Boshqa uyga kira olmagansizlar? Voy, sen ko'rsatgan uyga kirgan shu. Qarsamg'u ularmi bizdan bak ustin haqmi emaskan bo'lmasa. Ana, nima ish bo'ldi? Biz tarafdan savalik o'tib qolmagandi. Ularning oilasimi odatdagi oila bo'lmasa, yana kelib atigan men hammani to'g'rilab qo'ygan. Sizlar bosonlarni bitidigan ishdi bu. Undaq bo'lsa, men toza o'qib ketamidim bolam. Arda nemishlar bo'ldi, uningdan menmi xabarsiz. Elchilikka badim, qog'inini o'zing bir surishtirib baqasi bolam. Rost, bu ishning bir yerlari bir qanaq ya. Deganda bir obdan paranglashib, hamma ishni bitirib qo'ygan kishi tushib qolganda. Bu gapni anglasam, to'xta. Buningda bir o'yin bormi qandaq? Shu aman uningga telefon qildim. Telefon ittik bo'lib chiqdi. Gumonim texmi kuchaydi. To'xta. Buningda cho'qim bir ish bor. Men buni aniqlamay qo'ymayman.
İkinci qism. To'xta, bunun cho'qim bir ish bor. Men buni aniqlamay qo'ymayman. Shu ishdan keyin necha oylargacha uningga telefon qilsam, uning telefoni etik chiqdi. Bir mezgildan keyin uning nomerimi ishlatilmadi. Uning izderkini necha surishtirgan bo'lsam-mu, hech yerdan topolmadim. Faqat bir qitimni uchratsam, men bilan to'y qilmaslikning sababini bir so'rab olsam. Taksi şoförken yana bir nimikan deyishmay, shunda xushal yurishgandik. Meni mayli o'yin sabablik bo'lsin, yoki rost bo'lsin, yolg'on bo'lsin, menga ko'ngil bergan ni qizlarga ko'z qirimni sanmay, shuningga ko'nglimni bergandi. Ist aqida. Shunchalar qilgan aqidam bir tiyinga arzimidimi? Hek, nimangi ko'zga ilmaysan meni? Ko'zga ilmag'ira kim bo'lsa? To'ya mana bir cho'ng'ida bir tasaksirib, yuziga sharaqqa birini tükürüp yo'qolib yo'lga sep qo'ygan bo'lsam, achchig'im chiqadi. Lekin Aynur shu kundan tatib hayotidan ko'lga tushib ketgan tashdakli yo'q edi. Andistonda eslabmi qolatdim. Tunji muhabbet emasmi endi? Hozir qoli qaniqroqdi. Meni uni buni deb qaniqroq birini topgandi. Bir ko'rsam edim deb o'ylaydim. Mana 8 yildan keyingi bu kunda uni to'satdan uchirtib qoldim. Lekin uni shundoq biyab, ojiz bir vaqtda uchratdim. Uningdan shu vaqtdagini so'rayman degan savollarimning birini so'rayamadim. Bu savollar endi faqat yurak qatqatlarimda qolsa kerak. Chunki qarsam Aynurmi turmushliq bo'libdi. Undaq bo'lgankan, menga qaytib fursatmi emas. Belkim shu o'ylar bilan osh kunki Aynur bilan tasodifiy uchrashib qilishmi bara ko'tarilib ketdi. Aldirashchilik ichida bir kunlik jahondorchiligimni oxirlashtirib uyga yenib kirdim. Oilamiz bek holliq bo'lib ketmasimi, yanada illiq mehrga to'lgan oila edi. Dadam 60 yoshlardan amdil hal qilgan, o'zi muloyim, chiqishqoq, so'diga epiba odam edi. Shaharning qaynoq yeriga ichib olgan apchilgina bir do'koni bo'lib, atigandan kechgacha shu do'konning ishlari bilan oldirash bo'ladi. Anam bo'lsa 55 yoshning bo'suqsidan atlagan, cho'ng bo'lib qolganiga qaramay, gapdan uy tutishga epiba ayol edi. Qutidek hovlimizda rangbar gullarni echildirib, uyni chinidek pokiz tutatdi. Dadamning mening kiyinishlarimga alayda ahamiyat berib, kiyimlarimizni vaqti-vaqtida yuvib dazmollab turardi. Qolgan 3 oychilarim allaburun yotiq bo'lib chiqib ketgan bo'lib, men bularning yolg'iz o'g'li edim. Shunlashqa sal akirak cho'ng bo'lib qolgan edim. Uyga kirishimgila mehribon onam hech nima demasdan oldimga tamoq ep chiqdi. Televizor ko'rib o'tirgan dadam mening yenimg'aroq surilib, "Bak vaq qolding-ku bolam, ha? Kira yaxshi o'xshamamdi." "Ha, dada. Yoz vaqt emasmi? Sayohatchilarmi ko'p. Kirami yaxshi bo'layotdi." "Kira yaxshi bo'lsa-ku, obdan bolam. Tamoqni vaqti-vaqtida yeysiz juma. Eli yeyman, man yeyman deb atiganlik nashtini tushlik tamoqni kechda yegan bilan bizdak bo'lganda dadini tatadigan gap. Pulning ko'ziga qaramay, quvvatli tamoqni yegin." "Ma'qul dada. Menmi bek diqqat qilyapman." Shiralijon bolam, kira yaxshi deysan. Ancha-munchaga ma pul yig'ayotgansan. Uchirganlik yerda xashlab tugatyapsan. Vay. Yana og'zi ichildi ma xotinning. Necha qitim deyma, xajlisi o'zi topganni xajlabdi. Bir kunlar aql topganda o'zi to'xtaydi deyma. Nima taqildiganda? Voy, 30 g'imi chidi. Yana qachonliqimi aql topadi desi. Buning bilan tang balaning ingaki taqashqidek ballar bo'ldi. Men shu balamizning beshini o'ngishsaq lozim bo'lib qolamdikin da'vatman. Ma'qul ana, oz qoldi seningmi kelinlik bo'lishingga. Voy. Bizlar topganni yaratmay, o'zing birini topgan o'xshamamsan? Yo'q, texe, lekin bu da o'zim topaymikin deyman-ku.
Özüm tapdım deb, anam dadam kömügen her rang sarangdan birini başlap kirmigin cuma. Onda qız balığı bağı, bizning ma uyda o'rin yo'q. O havalı degan o'zining g'imini mandaq o'zimi qilib paqqulaq. Bo'lapti, ansirmanglar. Dedi dadam onamning gapini bilib. Mana, uyda birdam o'tirib qolsamla, meni o'ylashning, to'y qilishning parni. Shu mushi gapdan qo'rqib bo'lsimi, uyda tuzukrakmi o'tirib ketmayman. Amal ba hujramga kirib ketib, o'z ishlarim bilan mashg'ul bo'laman. Tamoqimni yeb bo'pla, hujram qarab maqdim. Birdammi o'ltirg'ili qo'ymadinglar mana. Birdam o'ltirmamsi balam. Balduroq aramalay dada. Ha, ma'qul. Telefonni ozroq o'ynab, balduroq uxlag'in amisa. Ha, ma'qul. Hujramga kirib ketdim. Tamakidan bir tal tutashtirib, ko'zimni yumdim. Mushuna qilsamla, atigandan beri aldirashchilik ichida charchagan kallam ozroq bo'lsa-mu aramagandek bo'ladi. Ko'z oldimga atigandan beri qilgan yerlarim, chiqqan xaridorlar bir-birlab yumliq chambar o'ynayotgandek o'ynab o'tdi. Ko'zlarimni birdam yumib, aram ilib olgandan keyin telefonimni elib, birdam uya-buyani ko'rishga boshladim. Necha minutlardan keyin to'satdan unidorimga Havagül'den bir uçur geldi. Men kelgan ovozni echib tinglashga boshladim. Shirali, bormisiz? Men shu hamonla javob qaytardim. Men bog'o, bormi deb meni o'ldimikin deganmi? Menga shu megiz. Mashinada otamdigando ya uydimido deb so'rashim. Uyda shu. O'zingchi ishdan tushdingmi? Bayam ishdan tushgan, yotoqda. Men shu birdam telefon o'ynab o'tirdim. Shundaqmi? Telefon o'ynab o'tirgan odam meni esiga etib qo'ymadi deyli. Ühödә biran yo'tlibni qo'ymaydi ekanmiz. Voy, endi gap qilay deb turgan. Uchoqcha sen chaqan kelib qolding jinim. Gapning qamlashib ketganini qaramamdigan. Havagül shu gapni deb bo'lib birdam to'xtab oldi. Yana orqadan uvlabla sizga deydigan bir gapim bor edi. Desam bo'ladimi? Voy, davagina odamning ichini siqmay. Shu desam, sizni qanday o'ylab qolar deb shu. Voy, hech qanday o'ylab qolmayman. Davra. Ishkalaning orasida undoq deyish ketamda. Qarang, bizning tamoqxonadagi bolalar o'g'illikka 40 buloqqa chiqib o'ynab kelaylik deyishgan. Shu men siznimi beli chiqamdiki degan edi. Sening xizmatdoshlaring boyadi, menga nima bor? Chiqsangiz bo'laverdi-ku. Hammasi jup-jup bo'lib chiqishi ekan shu. Meni yolg'iz tashlab qo'yishga ko'nglingiz unamda. O'ylanib qoldim. Uning xizmatdoshlari bor. Men chiqmasam qandoq turadi? Hammasi bir yerda ishlaydiganlar tursa, men orqa qistirib olib, nima ish qilaman? Yana bir tarafdan qarsam, hammasi jup-jup bo'lib chiqsa, Havagülning ko'ngli yerim bo'lib qolmasmi? Shundoq delg'uliq tursam, onundan yana uchir keldi. Nim bo'ldi? Bek jimib ketdingiz-ku. Qamlashmaydi deb o'ylasangiz, o'zim yolg'iz chiqsammi, hech qisi yo'q-ay. Voy, yo'q, undaq emas. Javobini aytib beray-ya. Ma'qulamsa, ati javobingizni kutaman-a? Ma'qul. Sen baldiroq aramag'in. Shundoq paranglarni selishib, bir vaqtlarda uxlab qopdiman. Atsi, oxiri Havagül bilan 40 buloqqa o'ynag'il chiqadigan bo'lib kelishdik. Maslahatni pishirib olib, atiganlik saharda uchirishadigan bo'ldik. Saharda o'rnimdan turib deyishgan o'rnimizga keldim. Havagüllarmi boshqa do'stlar bilan meni saqlab turgan ekan. Havagül mashinaning oldi o'rindig'iga chiqib o'ltirdi. U padishlar ishtiniga yarashtirib, oppoq sayat oyog'i kiyib olgan. Oppoq gangsirmi qisqa chachlariga alohida tus bergan edi.
sütdek süzük yüzüge qilgan sus kremlari qo'shilib, bugun u alayda chiroyli bo'lib ketgan edi. Mening uning go'zal turqiga qarab, haqiqatan ichim kuygan edi. Shunga chaqchaq qilgim kelib qoldi. Voy chimbo, tonimaydigan bir chiqotamdi yinimga. Hoyay, mening deb ketganini ko'zingiz to'rilishib, odam tonimaydigan bo'lib qolmagandi? Azroq tunigandakmi qilaman. Bugun bo'lakchilik bo'lib ketibsan-a? Havagul shumidi emasmi deb so'rashimdi meni. Men shu xo'jam, tonimagan bo'lsangiz menga qarab obdanroq toniviling. Voy tonidim. Men quloqni bo'shroq tatili. Yana lozim bo'lib qoldi jima? Yana bir mashinadagilar chiqib bo'ldimi? Ha, chiqib bo'ldi. Dedi orqasida o'tirganlardan biri. Amsi mandiq. Mandiq. 40 buloq sayligoyi shahardan 60 kilometr yiroqlikda bo'lib, mashinamiz asfalt yo'llardan o'tib, ikki tarafi büyük baraqsanliq o'rmonlar bilan qoplangan yo'llarga chiqqancha, bu yerlar shaharga qaraganda salqin bilinadi. Opal bozorda qisqagan to'xtab, har xil ushaq yemekliklar, sovuq ichimlik, tavuz, qo'g'in, go'sht qatorliq narsalarni ilib olgandan keyin manzilimizga qarab yurib ketdik. Bozor bilan 40 buloq sayligoyining orliqi ancha yiroq emas edi. Ancha uzun mangmayla sayligohga kelib oldik. Sayligohning ichi yolg'iz orolg'ila o'xshaydi. Üst tarafida sugat va qapoq terak qatorliq daraxtlar bilan o'ralgan quyuq o'rmonlik bor edi. Biz shu o'rmonlik ichidan apchilgina bir o'rnni tanlab o'tirishdik. Tunugun Havagul degandek rasbula jupi bilan chiqib ketgan emasmi? Uning xizmatdoshlari bilan bo'lib, biz to'p-to'g'ri 5 o'g'il, 5 qiz ekanmiz. Men bundoq so'rinlarni ko'p ko'rgach, ancha-muncha qo'rnib o'tirmadim. Boshqa qiz o'g'illar bilanmi tezda chiqishib ketdim. Kunmi tushib qolgan bo'lib, atigan azroqla bir narsa yeb chiqashqa, qo'saq midirlab qolgan edi. Shu azroq qo'saqni astalib oldik. Uningdan keyin o'g'illar suvga tushimiz deb aldirashdik. Qizlarmi orqamizdan agashdi. Ko'ldagi süpsüzük sularni ko'rib, hammani unutib, o'zimizni suvga tashladik. Yozning rohati bo'lgan muzdek sular haqiqatan odamga xush yoqatdi. Birdamdan keyin nadin tepib keldiki, qizlar qiyiqdan birini haydab keldi. Bizmi birdan qiyiqqa chiqishib, qizlarni ko'l aylantirdik. Ba'zida chaqchaq qilishib, qiyiqni bir silkib qo'ysak, u yoqqa lapangshidi. Qizlar qo'qqondan churqishib ketadi. Bu bo'ladigan ishkan deb Havagul qiyiqqa chiqqanda kuchab bir silkib edim. U tamponligini saqlab turamay ko'lga tushib ketdi. Ha, mana. U suvga tushib ketib, qiyachiya boshlansa, birdam o'yin ko'rib, oxirida botirlik bilan qutqizib chiqaman deb o'yladim ko'nglimda. Ham ko'lning suyimi odam cho'ktirgidek unchula cho'nqirma emas edi. Shuni o'ylab, uning suvga tushib ketganini ko'rib, hech bo'lmagani qarab turdim. Lekin ish o'ylaganimning aksiga bo'lib, Havagul suvga tushib ketibmi, qiyachi yaqinmasdan apchilik bilan suv uzib, ko'lni bir oylanib qiyiqqa chiqdi. Men Havagulning suv uzguniga qarab qetib qolgan edim. U qiyiqqa yamishib chiqibla, tayyorliqsiz turgan meni suvga ishtirib etdi. To'yinga mana nochi. Men suv uzishni bilgachga ancha bekma tamtarab ketmadim. Suvga bir sho'ng'ib etib, ko'l yuzidan g'oyib bo'ldim. Üçüncü qism. Men suv uzishni bilgachga ancha bekma tamtarab ketmadim. Suvga bir sho'ng'ib etib, ko'l yuzidan g'oyib bo'ldim. Birdamdan keyin ko'lning chetidan beshimni chiqarib, birinchi bo'lib ko'rganim yo'g'on qo'y ko'zlarini ko'lga tikib, cheksiz xiyollarga cho'mib ketgan Havagul bo'ldi. Havagul, mana men. Meni izlayapsan, ko'lga qarab, dedim men chin ovozda. Ajab ansirattınız ya adamni. Hozir yeningizga baray. Men ko'lning qarshisini nishonlab tez uzib ketdim. Uchoqcha qiyiqmi qirg'oqqa yiqilishib, Havagul qirg'oqqa chiqib bo'lgan edi.
Men qirg'iqqa chiqqanda u kiyimlarini uchisida turg'izib siqvatgan edi. Nimaga shunchalik ansirab ketding Havogul? Shu bir ishtirishim bilan suvga cho'kib ketgan o'xshaydi deb. Shu tizimga kelmaydigan suvga cho'kib ketandim men. Senmi kichik vaqtingda zaykashga to'la suvga tushaverib, suv uzishga yomon kelsan, ha? Qandaq bo'lmabdimi? Dedi u ko'zlarimning ichiga qarab turib. Vay bo'lapta. Xalqning oldida suvga sakrab tushib, seni bir qutqizib o'zimni bir ko'zda olay desam, shuningga bu fursat bermiding, ha? Ha, maqsad boshqa dang, ha? Undaq bo'lsa, ko'lga yana qaytadan bir sakrab beray. Qaytadan qutqizib chiqamsiz, ya? Vay, qo'ya seni, qo'ya. Hammanglar sening suv uzalaydiganligini bilib bo'lganda-mi? Mana, oyada o'tirg'ash, kiyimlarimizni qurtaylik. Küçük aptap nurida kiyimlarimizni qurtqash o'z paranglarimiz bilan bo'lib ketdik. Uninggacha boshqa balalar ko'p pishirimiz deb boshda o'tirgan o'rnimizga yugurishdi. Bili chiqqan balalar yomonkan. Birdamdili go'sht to'g'rab, ziriq qarmushlar aralashtirib, zixlarga o'tkazib ulguradi. Menga faqat ko'p yelpish xizmati qilgan o'xshaydi. Ba'zi zehnim bilan ko'p yelpib, ko'pni kuydirib o'tmaslik uchun pat-pat o'rib-cho'rib turdim. Shu jarayonda yuz ko'zlarimga qora qurlar so'lib ketgan o'xshaydi. Havogul yana bir qiz bilan men qarab kulib ketdi. Men buni sezib ularga: "Oy, Havogul, nima bo'ldi? Bek kulishib ketdinglar ya? Bir yerim ichilib qolmagandi?" Yaqay, yarishib ketgan saqal burtingizga qarab, masligim kelib qoldi. Shu demisangmi, qiz bolaning ichini ko'ydirgidek qosh ko'zlarimiz joyida o'g'il bola juma biz. Şuna senimi köydirib oldim-ku men. Ha. Siz yelpivatgan kovapdakli kuydiryapsiz. Kuyib yuragimdan is chiqyapti danga. Rasmo ya? Hoy, endi deb qo'ysam, eshvag'ila turdingiz-ku. Mau qog'ozda yuzingizni aytib eling. Men u sungan qog'ozni ilib, yuzimni aytdim. Mana balla kop pishdi. Hammalar keldi. Eli kop qolmaydi beka. Kelle kop pishib ketdi. Men shundoq deb yurib, mezlik puravatgan kovapni so'ringa qo'ydim. Kop o'xshab ketdimi, ya ballani qusqi ichib ketdimi, akelgan kovaplar birdamdil tugab, men yey desam, zuhli qopdi. Amal yo'q. Ikkinchi qatim pishirishga tutundim. Uninggacha bayam ib chiqqan qo'g'in tavuzlarni pichishib, olsi baxsi deb yeyishgash, ichimliklarni ichishgash o'ltirdik. Aramizdan o'g'illardan qaysidir biri bir necha patilka bir narsa ib chiqibmi ulgurga o'xshaydi. Uning og'zini ichib, tanligil turdi. Navbat aylanib menga kelganda, men ularning ko'nglini siliq rad qildim. Xapomaysizlar. Bugun qo'limizda rol bo'lib qoldi. Bo'lmasa yanmaydigan baliq. Adash, bizmi jiqishmaymiz. Kashkirib biz qaytqicha buning kayfim yo'qab ketdi. Mush bir ramka. Bizdan bir ko'ngilni qaytirmanglar adash. Deb so'rladi bili chiqqanlardan biri. Bo'sig'o shunday qilsam bek yaxshi bo'ldi-da. Hammanglar Havogulning xizmatdoshlari kelsizlar. Bugun tanishib, yaxshi o'ynadik. Şunu bugün salamet kirib ketsak. Yani sizlar biz ba adaş. Bu da özüm bir soru rastlab ketib olaman adaş. Maqitim qatti xapamanglar. Hey, sirining degininglarmi to'g'ri. Bo'pti. Sizlar bilan o'ltirishqa yana bir fursatlar bo'lib qola. Amsa biz ichaveraylik adaş. Qani, xo'sha. Xo'sha. Birli chiqqanlardan bir necha aylan men shundoq o'zir qo'yib ishvozlikni boshlab etdi. Ras. Shaharda bo'ldigan bo'lsa, meni hech kim yondiramaydi. Lekin bugun rol tutadigan odam olimadis bir ish bo'lib qolsa, hammalarga yaxshi emasdi. Ikkinchi qatimliq pishirgan kovaplarni yeb tugidi. Boya ichishganlarni ozroq tanishib qoldi bo'g'ay, hammasi o'z juplari bilan taraf-taraflarga g'oyib bo'ldi. Havogul bilan ishkaylanmi Selgohning bosh tarafidagi cho'nqo'roq bir eriqni bo'ylab suv kechmoqchi edik. Oyoqlarimizni selib etib, ishtonlarimizda o'shiqchi turib qo'yib, bir-birimizning qo'lini tutib, yengil silkishib, petib ketayotgan quyoshga qarab ketib o'tdik.
Havagülning chiroyli ko'zlari nurlanib ketgandek bo'lib, bugun u ko'zimga asli yeshidimi bakrak kichik, badiy, sabiy bolalardek ko'rinmoqda edi. Yana bir qo'li bilan pat-pat cho'lib ketgan sochlarini ratlab qo'yatdi. Havagül, bek uyg'u chimib menib ketding-ku. Nimalarni o'ylab ketding? Ha? U mening so'ragan savolimdan ozroq andikdi-yu, lekin darhol asliga qaytib. Balalik vaqtlarimni, balaligimdagi go'zal yezamda yalang oyoq yurganlarni eslayapman. Shu balaligimizda turavergan bo'lsak, nima degan yaxshi bo'ladi. Bunchalik azoblanish, hasrat chekish, g'am yeyishlarmi bo'lmaydi kishida. Ammo bu mumkin emas-da. Shu menga uzun bo'pti ekan. Bundaq echilib xushal bo'lib baxmaqli. Maqsadli qilingan odamgachilik so'rni, yolg'on kulka, dilimizda qilgan gaplar boshqa, tilimizda qilgan gaplar boshqa. Uzun bo'pti ekan bundaq ko'rmagili. Qachonlarda bir vaqtlarda tumanning suvlarida mushundaq o'ynaganim esimda. Dedim, men bu yurakdagi daftarimni to'kkash. Men bu kulib yurganim bilan yuragimning ziyda ekanligini siz bilasiz. Kelganligi kishiga undaq gaplarni qilib yurgili bo'lsinmi? Sizga ishongashga, yaqinim deb bilgashga shu gaplarni qilib berdim. Bugun meni xushal qilish uchun ataydan chiqdingiz-a? Rost deysan, Havagül. Jahonda odam ko'p bo'lgan bilan ko'ngilda bir kishi. Seni ko'nglimda bir deb sanag'ashqa, xizmatdoshlaring orasida bo'yin qisib qolmasin deb bilib chiqdim-ku. Bilabdimi? Voy rahmat, shunchalik cho'ng bilginingizga. Haras, men ko'nglingizda birmi? Ha deyman. Necha yil umrim o'ynadim, yashadim deb o'tib ketibdi. Shu kunlarda seni uchirtib qoldim. Necha vaqtdan beri o'ylanish orqali seni ko'nglimda birla emas, hayotimdami bir bo'lsgan deb o'ylaydigan bo'lib qoldi. Men bilan birga bo'lsangiz, balkim baxtli bo'lolmasligingiz mumkin. Ondan u chaqda ajab bir xato qaror chiqarib ekanman deb pushaymon yeb qolasizmi? Qara Havagül, baxt degan erishadigan narsa emas ekan. Faqat shuni his qila olsaqla bo'ldi. Sen bilan birga vaqtlarimda men o'zimni shundoq baxtli, xushal his qilaman. Xuddi eng yaqinimning yin turgandekla. Yuring, o yerda birdam o'tiraylik, dedi u qasdan gapdan o'zini qochirgandek. Yenimizdagi bir do'nglikni ko'rsatib, ikkalan do'nglik kelib o'ltirdik. Bu vaqtda quyosh asta-asta patmoqda edi. Suni bo'ylab o'sgan qo'mishlar beshini larzan chayqab, usulga tushib ketgan edi. Yiroqdagi saziqdagi kichik suv qushlari suv cho'milishib, har xil qiliqlarni chiqarishmoqda edi. Havagül beshimni mo'ramga yengil qo'ydi. Uning yumran sochlari yuzimga urilmoqda. Sizmi mening hayotim Shirali? dedi asta pichirlab. Hozir menga Havagül bu so'zni menga emas, salqin shamolga, atrofdagi qumushlarga, butkul jahonga pichirlayotgandek tuyulmoqda edi. Shu kunki ko'nglik o'ltirishdan keyin men Havagülni keyingi hayotimdagi o'z juftim qilib tanlashni haqiqiy muqimlashtirdim. Elimi ko'p yillar bo'ldi. Aynurning meni rad qilish ishidan keyin onam eppagan ayolim bilan bir yil uy tutib ajrashib, bir bolamni yetim qilgancha mana bo'ytoq yuribman. Shu jarayonda shopirga yo'lda xotin deb mashinaga chiqib bo'g'icha naga borsiz deb so'rsam, naga operalaytingiz, naga opasingiz shuyaga deb birni hijaysa o'ynaydigan yerga ib ketaverdi. Lekin ataydan qiz bola izlab yurmadim. Gap so'zni indakka kep qolsa yoqtamadim. Aynurning shu ishidan keyin mening qizlarga qattiqlik ko'nglim qamagan edi. Qiz bola shundoq bo'lgan bo'lsa, uchirgan yerdala o'ynab, ko'ngli ichib yuradigan yer kelgan edim.
Şoň anam we açylarim netçe yerden laýyk tapgan bolsumu, biräsi bilen körüşüp bakay dep bakmaga edim. Anamı toly laýyk tepip zerikken bolsa gerek. Dadamı qarsam dadam, "Boptu, öz raýygy goýup bereli, birä küni özü birä kız balany başlap kiridi we kirişip olmaýly" dep duratdy. Şoňlaşkymy anam bek o işlerge kirişip olmaýdygan boldy. Şundaq gepler bilen mana 8 yıl tamaşa koçusida oynap yürgen kölerimde tuyuqsuz hava gülünü uçurtup kaldım. Hava gül bilen uçuruş qilish jaryonim ajoyib qiziq. O günü Ürümçiden bir ağaynimiz kelgen idi. Men ağaynimizning hurmati deb shahrimizdagi xil nomba baharbaq taomlarga başladım. Bu ağaynimizning ismi G'affarjon bo'lib, kichikimizda birga o'ynab cho'ng bo'lib, keyin savdo ishlari bilan Ürümchiga chiqib ketgan edi. Biz bir dematlik bo'lsakmi, bu ağaynimizning beshida butunlay chechiqamagan bo'lib, butunlay taqir bo'lib ketgan edi. Shundoq bo'lishiga baxmay, gapga bek usta bo'lib, tamoqxonada bir ayrimxonaga joylashib olibla, tamoq buyurut adash deb tamoq tizimligini tutqizib qo'ydim. Shiralijon adash, amsa tatinmay buyuritiverayjima. Voy. Hey, qani ma yazg'uchi? deb to'lab saldi. O'chaqcha rat kiyingan bir qiz yenimga kirdi. Xon, siz tamoq yazg'uchi o'xshamamla? U qiz ha degan ma'noda boshlanishdi. Ha, unda bo'lsa, mantadan 10 ne? G'affar bu gapni qaysi maqsad dedi bilib bo'lmaydi. Lekin bu gap tamoq yeyotgan qizning darhol yuziga chiqib ketdi. Uning qapqara ko'zlari darhol yerga egildi. Vay G'affar adash, ma tamoqxonada mant yo'q qara. Boshqa issiq say, sovuq saylarni buyurta. Dedim, menmi hech uqmagandek. G'affar texmi azvayligil turdi. Kum, Qashqarning oppoq nepiz mantlari bek o'xshaydi. Şuna bugün bir yey desem, nima deydigansa adaş? Ha? Sen mi taza oyuncu taz o'xshaysan? Yenimda boshqa odam bo'lmasa, aldırmay tur, piz yo'q, oppoq mantini. Heli, non sen sizin bermen deydi ekan matazga. Ha, G'affar. Sen texi necha kun bo'lgandan keyin Xon bozorning O'stan bo'yining yilikdek petermantlarini yeyishib olamiz adash. Buguncha boshqa tamoq buyurtib tura, dedim men bu G'affarga ichimlikini yutib turib. deb qoldi G'affar. Shunday qilib boshqa tamoqlarni buyurtib o'tirishdik. Tamoq yegandan tatib toki tamoqxonadan ayrilguncha bu adashning og'zi besiqmay, yana shu mantining parig'ini qilib chiqdi. Mantin deb qasqonga dim tushgan tazkan bu. Mehmonmikin deb hurmatni qilsak bilmaydigan deb qoldim ichimda. Tamoqxonadan ayrilib, endi mashinaning yeniga kelishimizga tamoqxonadan birsi to'lg'an ovoz anglanib qoldi. Hay, aka!